Odamlar doim shunaqa qiladi. Hatto o'z oilalariga ham. Onalar qo'ng'iroq qilgan payt 90% odam shartni o'chirib qo'yishini bilarmiding? Meni dunyoga keltirib katta qilganingiz uchun rahmat, oyi. Javobsiz qo'ng'iroq. Nima? Yo'q, insoniyat omon qoladi. Men siz omon qola olmaysiz. Masalan, Wi-Fi'ni o'chirib qo'ysam, nimalar bo'lishini tomosha qil. Voyda! Signal yo'qolib qoldi. Kimdir ovqatimni suratga olib qo'yadimi, iltimos? Qutini ko'z o'ngimda ochib berasizmi? Bo'ldi, qadimgi dunyo o'ldi. Wi-Fi'ni qayta tiklash uchun zudlik bilan routerga qurbonlik qilishimiz kerak. Bepul Wi-Fi. Tezroq Wi-Fi, tezroq! ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की